Bugungi mehmonimizni o'sha odamni qiynaydigan sochlardan bittasi ekan, ya'ni qalin va qattiq soch. Ukladka qilish vashi iloji ham yo'q ekan. Old-money stili kerak menga, ya'ni bularni o'rtoqlari aytdilar, unchalik kalta bo'lib ketmasin, lekin old-money stil bo'lishi kerak edi. Xo'p dedimda, yo'llarini sal kaltaroq ovurdim, chunki baribir eplab bo'lmaydigan edi soch. O'shaning uchun permanentniy mana bunaqa koreyskiy ukladkasini qilib qo'ydim. Tepa qismiga esa forma berdim, чтобы to'kilib, takoy sochilib, chiroyli bo'lib turishi uchun. Lekin baribir tekis sochda bilinmaydi. Iloji boricha filировка bilan uchlarini olib, воздушныйroq qilishga harakat qildim, lekin buni men faqat fenda qilganman. Fen bilan qayiltirib sochni sal volnistiyroq qildim. Lekin vashi tekis soch, bunaqa ukladka qilishga o'zlari menimcha qiynaladilar. Bunaqa sochlarga mana maslahatim ximiya qildirib yuboringlar. Ya'ni takoy volnistiy послушный qilib, jingalak emas, просто to'lqin simon deb aytganimdek.